Ya aka o'z to'xtang. Bular qilayotganini videoga olaman. Yo, kechirasiz. Bizlarga kerakli qimmatbaho buyumlarimiz bordir. To'xtasin bular. Yo, kechirasiz. Nima qildi? Yo, kechirasiz aka. Do'stlik qilyapsiz. Bular olayotgan narsasini videoga olib turaman. Yo. Ichkarida aka, ichkarida. To'xtang. Ha, to'xtang. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston Respublikasidagi fuqarolar hamda tegishli mutasaddi tashkilot rahbarlari. Sizlardan bir masala bo'yicha konstitutsiyaviy haq-huquqim toptalgani uchun video murojaat qilyapman. To'xtang. Siz bu yoqqa o'ting. Olib berish kerakmi o'zim olib beraman? O'ting deb. Qoching. Yozadi bitta. Men ishdan chiqqan narsani yozaman. Siz mana shu yerda o'tirasiz, kameraga olib o'tiring. Qarang, nechta ko'rpacha, nima yostiq bor, yozing. 5 ta ko'rpacha. Siz, menga qarang. Ijrochi. Aka, siz kim bilan konkret gaplashib to'xtanglar-da bir. Masalani joyiga qo'yib olaylik. Nimani gaplashmoqchisiz? Onam banisada bo'lsa. Hoy, nima qilishimiz kerak? Otam banisada Nima bo'lsa qilishimiz aka. kerak? Qanday ijro tayinlayapsiz? Qayerdan? Qani, nima qilishimiz kerak biz? Shunday ijro tayinlanadi. Men yashab turgan xonadonimizda otamning kasalligidan foydalanib Juray va Gulruh hamda notarius Asliddin degani g'ayriqonuniy ravishda oldi-sotdi shartnoma bitim imzolab yuborgan bular. Otam kasalligini o'sha 32 yil, 33 yildan beri muntazam ravishda doimiy nima qilib davolanib, o'sha asab kasalliklari больницасida davolanadi. O'shandan foydalanib nima qilgan, lekin biroq o'sha notarius imzolab yuborgandan keyin biz majburiy tartibda uydan chiqarishimizni ijro byurosi xodimlari hamda sud organ vakillari birgalikda bizlarni uyimizda yashab turgan xonadonimizdan o'zimiz bilmaganmiz uydan chiqarib yuborgan. Siz ijro tayinlanganda borib banasadan hujjat olib kelursiz, nima degani? Nima deganingiz? Sizga ahmoqmi? Uyimga ijrochilar bostirib kirishga haqqi yo'q. Bo'ldi. Tushundingizmi? Sud emas. Tegishli joylar bor, Uy sizniki emas. Bu firibgar bu. Uy sizniki emas birinchidan hujjat bo'yicha. Qonunga sizniki emas. Ism familiyangizni aytib yuboring. Siz yigitlar. Yo, nimaga aka, ishim bo'ladi. Men yashab turgan xonadonimga kelyapti aka. Firibgar u. Firibgar aka ular. Bizga xabarda 40 soat oldin xabar qilgan, lekin men suddan ijroni to'xtatish to'g'risida ololmadim. Sizlardan iltimos. Mana shu holatlar yuzasidan hujjatlarim hammasi bor, mavjud. Majburiy ijro byurosiga xodimlariga borgan vaqtimda prezident administratsiyasiga chiqasanmi, qayerga borsang ham murojaatingni o'zimiz yopib yuboraveramiz. Chiqsang chiqaver. Ishim yo'q, baribir meni qo'limga keladi. Viloyat prokuraturasidan bo'lsa ham. Endi bilmadim. Albatta bu joyni suhbatimda audio zapisini yozib olmaganman. Meni otamga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni bo'lib ijro qilinsin degan joy bor-ku. Aka boshdan oxirigacha o'qing. Boshdan oxirigacha qaror qiladi. Nimaga? Unda o'qima. Qaror qildim qismidan ijro varaqa beramiz. U agar mana bu yerda qaror qildim, sizga bo'lib deganda edi, siz aytganda bo'ladi. Hozir nechta javobgar bor? Bu yerda 3 ta. Kim? Normurodov Damir, Ergash Muhammadali, Hamroyeva Baxtigul. Qani ular? Mana bittasi siz. Xo'p, bitta men bor ekanman, mayli. Qolganlarichi? Qolgan nimaga? Beri shart emas. Siz ham bo'lmasangiz ham mayli bizga. Dadangiz ham bo'lmasa ham mayli bizga. Hamma yaxshi bo'ladi, nima ishimiz osonlashadi. Sizlarga g'ayriqonuniy bostirib kelish vakolatlaringiz bor demak, shundaymi? G'ayriqonuniy bostirib. Qonuniy kelyapti. Bu firibgar bu. Otamning kasalligidan foydalangan. Firibgar bu. Isbotlang. Otamning kasalligi meni qo'limda turibdi, ekspertiza xulosasi. Mana ertaga sizni suddan Yo'q, sudda emas, hech qanaqa sud. Yo'q, hozir sud jarayonida ketyapti. Yo'q, sud. To'xta. Jarohat yetkazmaganman. Joyiga qo'y. Joyiga qo'y. Bo'ldi, olib chiqaring. Joyiga qo'y dedim, Joyiga qo'y. To'xta. Joyiga qo'y. Akajon, Sansirami? pulingizni torting.
Ular sorting. Masofa saqlang. Masofa saqlang. Xalaqit qilmang ijroga. Masofa saqlang. Aka oling. Masofa saqlang dedi. Aka, hech kim sizga g'alati qilmayapti. Ijroga xalaqit qilyapti. Mol mulkini talon-taroj qilmang. Talon-taroj qilayotganimiz kim? Sud qarori bo'yicha uydan chiqamiz. Mana tushundingmi? Sud qarori, noto'g'ri qaror chiqarib kelib, bu firibgar. Otamning kasalligidan foydalangan. Mana bularni ham hammasi korrupsiya holatiga yuz berilgan. Ishlasang, ishla. Chiqing aka. Ertaga dokanza olib boraman hammang. Bo'ldi, mayli. Sizlarga tuhmat qilgansiz, sizim joy. Mayli, mayli. Otamni mayli bemalol. Qonun ol. Korrupsiya holatlari mavjudmi deb so'rayapman. Mavjudmi deyapman. Korrupsiya holat Siz unaqa taxmin qilishga haqqingiz yo'q. aniqlik kiritish kerak bu narsaga. Yo, bu narsaga aniqlik kiritish kerak. Isbotim bormi? Mana syomka. Bemalol akajon, nima qilasizlar? Mana shu yerda o'tirib bo'ldim. Bu firibgar, sarishta qilinglar. Yo'q. Yo, sarishta qilinglar firibgar. To'xtab turing. Sarishta qiling buni. Isbotlab bermani beradi. Dalil isbot sud qarorini olib kelib, men javob beraman. Gapirmang, Bu sud otamning kasalligidan foydalangan bu. Ye? Odamlar ijro etsin, odamlar ijro etsin. Tamam. Aka, tezlashtiraylik. Mana firibgar Jo'rayeva Gulurov otamning kasalligidan foydalangan. Aka, ishimiz Ey, bo'ling. aka. Dokanza boraman lekin. Aka, ketinglar yaxshi. Ey, Dokanza boring. Firibgar bu. Firibgar aka bu. olish kerak-da. Yo'q, kechirasiz. Qayerga olib chiqasiz bularni? Otamning shaxsiy ma'lumotlar, ya'ni bemorning ambulatoriya davolanish muassasasida yotganligini, psixiatriya ambulatoriya yotganligini o'sha ya'ni Jo'rayeva Gulruhga Majburiy ijro byurosi Saodat degani ijrochi xodim, Navbahor tuman majburiy ijro xodimi. Ana o'sha xodim o'sha Jo'rayeva Gulruhga taqdim qilgan. Shu holatlar yuzasidan ham bularga til biriktirganligi uchun qonuniy chora ko'rilishini so'rab murojaat qilyapmiz xalqimizga. Aka, berada qayeri nimasi bor, ketagi bor. Sizlarni olib kelish. Bular nomerini ham olmaganda rasul. Hujam keltirib o'shaga joyi qayerda? Faqat ishlardan. Ya aka, o'z to'xtang. Bular qilayotgan ishini videoga olaman. Yo, kechirasiz. Bizlarga kerakli qimmatbaho buyumlarimiz bordir. To'xtasin. Hammasi hal qilib qaror aka. Ana tibbiyot mashinalariga javob beravering. To'xtang. Bu qachonga mana shu? Arizangiz ekan. Bu ariza. Kimdir Bahrom Viloyatchida ko'rgani 3 kishida qoldiryapti. Yo, o'sha birinchi chiqqani kerak-da ana shuni. Undan keyin ham instansiya nimasi ham taraf qilyapti. Yo'q-ku. Yo'q bu yerda. Bu yerda yo'q uni. Ana shuni To'rayevmi? To'rdiyevmi? Shu ana shu qaror. Navbahor ko'rganida yo'q. Yo'q, Navbahor ko'rgani kerak-da. Mana shu Navbahor ko'rgani. Bahrom o'zi ofitsialni ko'rgan qaror kerak-da. Yo'q, nima uchun? Qani da'vogarni o'zida qani? Ijro varaqada bor. Ijro varaqadagi emas, bunga da'vogarni o'zidagini bering. Prezidentimizga, ya'ni vasiylik bizga tayinlangan, vasiylik tayinlangan vaqtida hech qanaqa nima bo'lmaganda yordam ko'rsatilmayapti. Hozirgi paytda biz otam больницада, onam больницада, lekin tegishli tashkilotlarga, tuman hokimiyatiga, Navbahor tuman hokimiyatiga, viloyat hokimligiga, inson ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilganimizda hech qanday yordam ko'rsatmasligini aytib bizga vaj qilmoqda. Biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz, chetdan kelmaganmiz. Tegishli hujjatlarni hammasini ilova qilib taqdim qilaman audio zapislar. O'zbekiston fuqarolari mana hozir Majburiy ijro byurosi 2-may kuni uyimizga ijro tayinlagan g'ayriqonuniy ravishda. Lekin ijro harakatlarini ham to'liq amalga oshirmagan ekanda. Bizning mulkimiz bugun 4-fevral,
4-may sanasi bo'lyapti. 4-may sanasida borib syomka qilyapman. Hattoki bizga tegishli bo'lgan mulklarimiz ham ichkarida qolib ketgan. Pul mablag'larimiz, boshqa salkam 9200 dollarda hamda 120 million so'mga yaqin mablag'lar topishda hamda ijro xodimlarining harakatiga qonuniy chora ko'rishda profilaktika inspektori Aziz Ne'matov o'z xizmat vazifasi davomida hattoki o'ziga berilgan formasini to'liq kiyolmagan xodimga alohida e'tibor qaratishni so'rayman. Ichki ishlar vazirligiga, NVD xodimlariga. Keyin mahalla raisi aytayaptiki, uyga borib g'ayriqonuniy nimaga bostirib kelding deb gapiryapman. Mahalla raisi, sen borib syomka qilmaganingcha men majburiy ijro o'zlari kirgan bostirib, men xabarim bor edi-yu, lekin kirmadim ichkari sen kelmaganingcha deyapti-da. Shu masala yuzasidan bu ijro xodimlariga qonuniy chora ko'rilishini so'rab qolaman. Bizda yangi O'zbekistonimizda qonunlari aslida bunaqa bo'lmasa kerak. Oddiy xalqni ko'chaga tashlab qo'yib qonuniy chora ko'rilishini so'rayman bu xodimlarga nisbatan. Kechirasiz akajon. 23-yildagi 23-yil dekabr oyidan bo'lib ijro qilinsin degan joyi bormi? Yo'q, o'shani aytaman. Qani da'vogarning o'zida bormi? Yo'q. Uyimga g'ayriqonuniy bostirib kelishlaringiz haqlaringiz yo'q hech qaysilari. Tushunmadim. Sizniki emas-ku. Yashab turgan xonadonga kirishga haqqingiz yo'q. Sizniki emas, uyning egasi bor. Kim egasi? Mana turibdi. Firibgar-ku. Qaror bo'yicha. Firibgar-ku. Firibgar-u. Qaror bo'yicha. Firibgar otamning kasalligidan foydalanib, Qaror bo'yicha. notarial harakatni amalga oshirgan. Otamniki. Hujjat bo'yicha. Otamniki. Qani hujjat? Otamniki muomalaga loyiqasizligidan foydalanib, oformat qo'ygan. Mana muomalaga loyiqasizlik qarori bor. Yo'q, berdi. O'sha suddan olib beringlar buni. Yo'q, biz bermaymiz. Yo'q, kechirasiz. Birinchi 23-yilda qarorni bering. Bo'lib ijro, yo'q, bo'lib ijro. Tanishtirdim sizga. Yo'q, kechirasiz-da. Ha. Kim bilan bitta odam bilan gaplashaylik, maylimi? Mana shuncha hammasi. Yo, bitta konkret masala yechayotgani kim? Yo'q, bitta odam konkret masalan 23-yilda birinchi chiqqan qaror kerak. Yakovov iminni imzosi qo'yilgani kerak. Uni sizga taqdim qilgan bo'lsa kerak. Biz Qani yo'q, qani menda yo'q-da shu qaror. Borib so'rang deb bo'lmasa. Mana Yakovni QR kodlik ijro varaqasi. Yo. Mana shu birinchi ishlar. Oling mana buni qaror videoga. ishlamaymiz. Yo'q, aka. Ijro varaqadan Men iminni sud qarori kerak. Mana ijro varaqa bu. Yo'q, ijro varaqa aka. Bizga ijro varaqa keladi. Hal qilib qarori sudda qoladi. Sizlarga yuboradi. Majburiy ijroga hal qilib qarorini jo'natdi. Bizga vaqt ijro qilib beradi. Yo'q. Samandar aka, bundayda bo'lib ijro qilinsin degan joyi bor sud qarori. Axir qani sizlar da'vogar qani? Siz aytyapsiz-ku, bizga xabarimiz yo'q. Yo'q, shu narsa borligini bilyapman, hozir topolmam qog'oz ko'pligini. Mana o'sha qadam qiling. Hozir shoshmay turinglar. Bunisi kirib xalaq beravermanglar-da. O'tkazmaydi. Cheginilmaydi narsalarga. Bular aytaveradi. Mayli, mol-mulkni talon qilishtirsin, ittiga ishda qolish qolmasligiga muhokama qilinadi hali. Sizga o'xshaganlari 20 yildan beri ko'ryapmiz. Sizga o'xshaganlar. Katta bo'lyapman, yashil bo'lib turibdi. Har kuni ko'ryapmiz. Rasmda bu yog'i. Siz bugun ko'ryapsiz. Qonunda Ana shu. qonuniy haq-huquqni talab qilaman. Qonuniy talab qilaman. G'ayriqonuniy bostirib keldingiz. Mana sizga tushuntirib aytyapman. Oldi-sotdi shartnoma bekor qilish bo'yicha nizolashilinyapti hozirgi paytda. Agarda bu bo'yab tushuntirdik, zaprokuror tushuntirdi shu tomosha ko'radi. Kim prokuror tushuntirgan yo'q menga? Ijro to'xtatiladi deb aytdi menga. To'xtatish to'g'risida Ijro to'xtatiladi deb aytdi. to'xtatilmaydi. Yo'q, to'xtatiladi deb aytgani uchun ketdim men. Ular hal qilmaydi. Kim hal qiladi? Sud hal qiladi. Suddan olib kelasiz. Hozir olib kelib beraman sizlarga sud qarori. Yo'l olib keling. Ash qanday chiqardim? Olib keling, masalasi yo'q. Masala yo'q. Yo'l hozir olib kelaman. Qarorni olib keling, to'xtatish bo'yicha. Assalomu alaykum. Mana o'zimizda O'zbekiston, yangi O'zbekistonda chiqargan qonunlar. Qaranglar. Majburiy ijro xodimlari
mol mulkimizga keraklisini olib yashaydigan sharoitimizni mana bunaqa ahvolga solib ketgan. Navbahor tuman hokimligiga borsam, xabarim bor, qo'limdan hech narsa kelmaydi deydi. O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan qaror ijrosini ta'minlansin zimmasiga yuklatilgan moddalar bilan to'qlayib degani bor ekan. Inson qadri muhimmi? Konstitutsiya muhimmi? Korrupsiya nima muhimmi? Qaysi biri? Shuni bir aniqlik kiritishda bir qonuniy yechim yordam qilsangizlar. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bunga qaranglar. Hamma narsa tashqarida, ko'chada. Al buni orasida pul mablag'larimiz ham bor edi. Qancha pulimiz bor, qanchasi yo'q bilmaymiz ham. Kim olib ketgan, nima qilgan, qayerda yotibdi. Buni qaranglar ahvol. Yangi O'zbekistonda ahvoli. Mana bu ahvolga qaranglar. Yangi O'zbekistonda ahvoli mana shu ahvolda. Mana yashashga bo'lgan hamma sharoitni ko'chaga uloqtirgan bular, majburiy ijro xodimlari. Uyimizga g'ayriqonuniy bostirib kirgan. Tegishli vazirlik, tegishli idoralarga amaliy va qonuniy chora ko'rishini so'rayman bu mutaxassislarga nisbatan. Assalomu alaykum. Mana bizni mulkimizni majburiy ijro, majburiy tartibda uydan chiqarib yuboribdi-da. Qani o'sha mulkda daxldorligi degan joyi bor-da. Mana bu ramkalar mana. Majburiy ijro byurosi faqat uyni bo'shatgan. Mana uyni bo'shatgan. Mana bu ramkam turibdi, sharpam turibdi. Ishlarga mana uylarga, hovliga kamera o'rnatib qo'yibdi. Bu kamera. Mana bu mulk bor, mana bu yerda. Mana bu yerda mulk bor, molxonada mulkimiz bor. Bizlarda ishtirokimsiz majburiy ijro harakatlarini amalga oshirib yuborgan. Shularga qonuniy chora ko'rilishi kerak. Qonuniy chora ko'rilishda mana mashinani bari ham turibdi, chorpani ustida mana. Mana shu turgan narsa, mana avtomashinani bari. Jo'rayeva Gulruh nima qilyapti bilmadim. Lekin hamma mulkda daxldorligi degan narsalar bor. Mana hozir biz mulkimizda hali mana bu narsa mana shuncha narsa turibdi hali. Biroq firibgarga nisbatan qonuniy chora yo'q ekan qonunda.